Eng muhimi, bu bog'cha mutlaqo bepul ekan. Marg'ilon xonimlari ko'p tarmoqli maktabgacha bolalar tashkilotida. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love. Bu yerda 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan imkoniyati cheklangan bolajonlar uchun maxsus bog'cha faoliyat yuritadi. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda shifokor, pediatr, lor, okulist, psixonevrolog, nevropatolog, dietologlar bolalar sog'lomlashtirish uchun har bir kichik qadam katta yutuq. Bolalar kun davomida 5-6 mahal issiq ovqat bilan mutlaqo bepul ta'minlanadi. Ko'zida nuqsoni bor, eshitishi zaif bo'lgan, ruhiy buzilishlari bor, autizm bo'lgan hamda nutqiy kamchiliklari bor bolajonlarni bog'chamizga qabul qilamiz. Marg'ilonda yagona bo'lgan birinchi sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining manzili Yorqin mahalla Muhammadiyev ko'chasi 23-uy. Mo'ljal o'zimizning Marg'ilon ijodkorlar bog'i Atlaschi stadionining ro'parasida.